Böyle yaptın. Gapira olmaydı bu. Nima gapira olding? O'yinini oldinda nimadandir qo'rqgan. O'yiningni oldin, ha? Ha. Sen gapir qani? Ha, bu yilda hozir to'g'rilaymiz buni. Og'zingni och. Ha, gapir. Ha. Nimaga uryapsiz? Ha, ana gapir. Ana. Men gapirdimmi? Ana. Ha. Masjidani ko'rib bering. Nima bo'lyapti? Gavnoz moshin bosib o'tgan. Gap namoz necha yil bo'ldi? 28 yil. Necha yoshsan? 18. Ha, 18 yil. Ha, qimirlatgan? Ha. Ha, otam. Otam. Otam, nima bo'lyapti? Nafas ololmayman. Nafas ololmayapti? Ha, nafas olingan? Ha. Yaxshi. Ha, otam. Ha, yana nima bo'lyapti? O'tirib tura olmayman. Turing qani? Ha. Ha, o'tirib turgan? Ha. Davay. Ha, otam. Ha, otam. Nima bo'lyapti? Baba shuni desangiz 30 yildan beri xo'jayim bilan yashashga foydasi yo'q. Bachamiz bo'lmay turibdi. Ha, bachalaringiz bo'lmaydi. Unda siz bilan uyda shug'ullanamiz-da. Ketdik. Ha. Mayli. Ha, otam. Ha.